Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Ko'rishingiz mumkin, mana yana bir obyektimizni o'z nihoyasiga yetkazmoqdamiz. Bu obyektimizda oqma kryptovalyutalarimizdan foydalangan holda juda ham go'zal holatda qilib bitirib bermoqdamiz. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda mana dorixona va shapkalarni qilib berganmiz. Mana dorixonalar kattaroq bo'lgani sababiga juda ham go'zal holatda qilib bitirib berildi. Va o'rtalariga bir dona 180 lik kosmoslarimizdan ham qo'yib berdik. Azizlar, eslatib o'taman, joyning kvadratdan tuynkaning kvadrati ko'proq ketadi, chunki tuynkaning ustun qatilishi va bukilishi ham bor. Shuni ham inobatga olib qo'yamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, dorixonasidan tashqari ayvonlari ham bor ekan. Bu yerlarni ham juda ham go'zal holatda qilib bitirib berganmiz. Azizlar, mana ko'rishingiz mumkin, shapkalari ham oq va kir rangda bo'lgan va juda ham go'zal holatda qilib bitirib berildi. Azizlar, biz Sirdaryo, Samarqand, Jizzax bo'ylab ham ish boshladik. Shu yerlardan bo'lsangiz ham ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Azizlar, ishimizni ko'rib o'z fikringizni kommentariyada qoldirib qo'ying va bu videoning YouTube'ga telefon qildirmoqchi bo'lib yurgan tanishingizga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin.